Tak, negadir internet yaxshi ishlamayapti. Juda telefonimning tochka bermayapti. Yo, do'stlar, ichiga tushib qoldi-yu. Yo, mayli, tochkani o'chirib qo'yamiz. Shoshmanglar, men aytgancha buni men do'stlar instrumentchidan oldim. O'zi ham bilmasgan nimaligini buni. Mayli, kerakli bo'lib qoldim va uyni yo'lga qo'yishga gullar. Tak, hozir men instrumentchining uyiga borishim kerak. Tak. Hozir undan oldin instrumentchidan Wi-Fi olib kelishim kerak edi. Tak, bu nima bo'ldi? Buni men nima qilaman? Nimaga kerak bo'lib qolar? Instrumentchining oldiga borishim kerak va do'stlar, mana bu yo'l qo'yinglar. Omborxona qurdik qishloqda desam hazillashgan bo'laman. Biz omborxona qurmadik. Tak, biz nima qurdik? Nima edi u? Pro o'zi jitel qurib olgan, o'zicha shunga kerak va assalomu alaykum janob instrumentchi. Qalaysan, yaxshisanmi? Aytilgan narsalar keldi. Aha, kattakon rahmat. Wi-Fi bo'ldi. Tak, nima bo'ldi? Hey, men ekinlarni ekishga janob mening uyiga borgandim. Siz sotuvchi emasmisiz? Bilasan-ku, kim bo'lishidan qat'iy nazar faqat fermerchilik. O'ziga o'rmonchi bo'lib turib, yana fermerchilik ham qilasan-ku. To'g'ri. Uzr. Mayli bo'lib turadi. Menga qara, do'sti kelgan, Crazy Jitel. Crazy Jitel? Ha, Crazy Jitel kelgan. Shuni nima qilish kerak? O'shalarda bir gap bor. O'sha Crazy Jitelning uyini nima qilarsan, tagini ochib ko'r, o'zi uyda ber bilan gaplashyapti o'zi. Tezliklar bergini ochgan, o'sha yerda berni siri bor. Kechasi qayerga ketayotganini ham o'sha orqali bilishimiz mumkin. Tak, xo'p, hozir boraymi? Shashalama. Nima avval ekinlarni o'zingni odatdagidek tut, tushundingmi? Crazy Jitelni ko'rib qo'rqib ketma. Yaxshi. Yo'q, do'stlar, biz instrumentchi bilan o'zimizning rejamizni tuzgandik va u menimcha o'xshayapti. U barcha ma'lumotlarni menga aytadi, men esa unga shoshmanglar, men ekinlarimniki bo'lay. To'xtanglar, oldin mana bu Wi-Fi'ni qo'yib yuboraylik, yangi Wi-Fi. Yo'q, zo'ra do'stlar. Tak, mana shu nuqtaga qo'ysak, mana yoqildi. Zo'r. Qarang, ishlab men ishimni qilishim kerak. Yo'q, qara, sandiq va jin ursin. Bu yana nima? Yo'q, do'stlar, bizni ketmon emas, nima qo'lda qilib chiqamanmi? Janob yangi mas'uliyat bermaydi, o'sha so'rash kerak. Yangi laqab. Yo'q, ketmon, bo'ldi, ketmon. So'rashga ijozat berdim, bo'lmabdi. Oppa, bo'ldi, zo'r. Hozir do'stlar, janob instrumentchilar instrumentchi bilan biz kecha reja tuzgandik. Do'stlar, biz mer aytgandek kechasi chiqadigan odat chiqib ketadigan. Shunga biz hozir bu yoqqa nimaga bo'layapman? Ketadigan odat chiqargan. Biz hozir shuni aniqlashga birga reja tuzdik va uning do'sti ham Crazy Jitel deyapti-ku. Menimcha shunga aralashib yuribdi deyapti instrumentchi. Qani borib ko'raylikchi. Aytgancha do'stlar, menga xushxabarlar ham bor. Sirojiddin bizning qishloqqa qaytyapti. Esingizda bo'lsa, javobni haydagandiyu mening videolarimning birida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshikni ham bor gap. Xo'p. Javob bergan bu. Do'stim. Nima rostami bu mashalalari og'zingni yop. Mayli, o'ykinlar. Barcha ekinlar. Uka, bitta yordaming kerak edi-da. Nima?
sen o'yinchisan-ku, uyimni ta'mirlamayman. Janob mer, nima deysiz shunga? O'zi ustani topmoqchi edik. Mana sen kirib qolding, zo'r ish bo'ldi. Davay, u ta'mirlaver. Aytgancha biz janob mer, menga lopatka kerak. Menga lopatka yo'q, ana u nima qilishga qo'lda qilib chiqdim hammasini. Axir o'raydi qo'llarim. Yaxshi, chop. Shoshmang, uyingizda bilmayman u. Uyim mana u yerda yangi qurilgan ko'pbobda emas, yangi qurilgan Kuzitsadagi katta uy. Tushunarli. Yo'q do'stlar, bu omadmi yoki yo'q? Do'stlar, o'zi aytib o'tirdi, o'zi demak ishimiz zo'r. Hozir menga ancha-muncha daraxtlar kerak bo'lishi mumkin va biz bolta va kirka olib olamiz. Qani do'stlar, o'g'la qani ketdik va bolta va kirka va lopatka kerak bo'lishi mumkinmi? Va yo'q, albatta o'zimizning narsalar qani ketdik. Qani endi bir borishimiz kerak. Hozir uyimni ta'mirlaydigan do'stlar, uyni ta'mirlash uchun albatta toshlar kerak bo'ladi. Ko'mirda yo'q, biz bu joylarga aralashmaymiz. Bizga ozgina toshlar yetib o'rtadi. Biz nima qilib olaylik? Toshib olaylik. Lekin nechta? Birinchi uyga boryapman-da do'stlar, uyni ko'rardim. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak? Yo'q, rostdan agar tosh kerak bo'lmasa-chi? Yo'q, men haqiqiy aqlda o'zganman. Birinchi ko'rish kerak, axir o'rmonchi degan birinchi ko'rmaydimi? Qani? Ko'rishadagi ana shu uy bo'lsa kerak. Yo'q, to'g'ri aytdim, bu toshlar umuman kerak emas. Buni qaranglar. Faqat daraxt kerak ekan. Voy. Nimaga bu yerlarni yopib tashlagan? Ochib qo'yish kerak. Yopib qo'yish kerak. Nimaga bunday garangmi deyman yoki do'stlar, u janob merga aloqador bo'lsa, sirli ishlari uchun balki shunday qilgandir bular. Qiziq. Ancha bunda ham juda ko'p gap bor do'stlar. Hali nima demoqchi, bunda ham ko'p gap bor do'stlar. Hali biz aniqlaymiz. Shoshmang, aytgancha mening skinim qani? Yo'q, serverda muammolar tug'ilyapti shekilli. Nega bunday qilyapsan server? Anchagina kam pul beradi shekilli. Do'stlar, buni qaranglar. Juda kam. O'zim kam pul bergan bo'lardim. Shunda 2 izimurod bersam yetib qolardi. Bu qaranglar, hech ketmadi. Yo'q, qo'l bor ekan do'stlar, qo'l bor ekan do'stlar, o'zi bo'ldi ham. Endi bularni ham sekingina almashtirishni boshlaymiz. Hozir tezroq almashtirib olsak bo'ladi. O'z shoshmanglar. Birinchi janob merning oldiga borib kelishga to'g'ri keladi. Bu mening lopatkamni avval hal qilib bersa. To'g'riroq aytmoqchi edim, menga pul kerak emas, shu lopatka qilib bersalar bo'ldi. Shoshmanglar, nima deyaptilar? Ahmoq, deb qoldi ko'rlamatdi, demading-ku. Endi o'zi boraymi? Yo'q, endi kerak emas. Assalomu alaykum. O'zga jim. Nima deysan? Menga pul kerak emas, lopatkamni qilib bersanglar bo'ldi. Yoki ketmon qanaqa lopatka? Sen menga lopatka deganding-ku, men lopatka bertirman. Yo'q, ketmonim qilib beringlar, menga pul kerak emas. Shu pul bermasangiz ham bo'ladi, lekin lopatka ketmon beringlar. Gapimizni eshitdingmi? Yo'q, menimcha eshitmagan. Nima, meni ustimdan kulishyaptimi? Jidel, sen bu yerda nima qilyapsan? Men qara, ikkita qo'lda o'chishni o'rgandim. Mashqlarga ham boryapman. Kurslar yaxshi ta'sir qildimi? Dahshat ta'sir qilgan. Do'stlar, keyingi qismda buni ham o'zimiz bilan olib olamiz. Buni ham baloga yo'lga o'tiramiz albatta. Hozircha bizga yana nechta turlar kerak. Yo'q, mana bu qolib ketibdi-ku, do'stlar. Yo'q, qayer qolib ketgan? Mana bu pardalarni ko'rgan bo'lyapti.
Hoppa, zo'r bo'ldi. Ya'ni endi uy zo'r. Lekin nega bunday bo'ldi, do'stlar? Chuv, skelet. Skeletmi do'stlar? Bu skelet nima deydi? Bu yerda. Yo'q, bu yerda hech nima yo'q, lekin bu yerda skelet. Telefonimni olib bormoqman. Telefon hozir kerak bo'lardi. Yo'q, skelet. Bu yerdan tez chiqib ketish kerak. Yo'q, do'stlar, bu yerda skelet. Aytdim, bularda bir gap bor deb. Bekorga barchasini o'zi instrument chiqishga aytib berish kerak. Qani, ketdik do'stlar, ketdik. Yuringlar. Ketdik. Aytib beramiz. Shoshmanglar, agar u yerga sotib qo'ymaydi shekilli, ha. Yo'q, nima qilsam bo'ladi? Janob mer, mening ketmonim nima bo'ldi? Nima bu shoshilayapsan? Aytganchayimkan. Ha? Polda qilishing shart emas. Agar polda bo'lsang, sen bilan yomon ishlar paydo bo'ladi. Qanaqa ishlar? Bunga e'tibor beravozcha gapiryapti-da. Sen o'laysan, ketib boring. Chop ishingni qil. Bu yerda kattalar gapi bor. Xo'p. Yo'q, bo'ladi bu shunday maqtoshlar. Ha, nima ishing bor? Izlama. Yo'q. Instrumentchi. Nima bo'ldi? Zodi, nima bo'ldi? Gapir. O'sha Crazy Jitilning uyining tagidan skelet chiqdi. Tasavvur qilyapsizmi? Skelet. U nima qilishni ham bilmayapman. Shashalama. Ana bu borku, ana bu mashq qilayotgan Jitil. Siz qayerdan? Bilaman, xullas o'shaning uyiga borib, ayt, o'sha bilan birga tekshirasizlar. Bugun kechqurun berdik uyiga borib, xo'pmi? Tushunarli. Hozir biz unga borib tekshiramiz. Hozir emas, aytib qo'yishim kerak. Yo'q. Hozir aytsammikan? Yo'q, bilmayman. Xullas uyga borib qolganini o'sha yerda hal qilaman. Yo'q do'stlar. Yo'q. Nimalar bo'lyapti bizning qishloqqa? Merni aniq yo'qotishimiz kerak. Janob nima bilan? Siz janob instrumentchi bilan nima qilaman? Hozir janob merga yana oldiga boraman, men bo'ldim deb ishni. Yo'q, gapam bo'ldi aytishga. Endi aytishga majburman. Ketdim. Sizlar esa videoga like bosib qo'yinglar, chunki bu men uchun muhim do'stlar. Qani go. Bu men uchun katta motivatsiya va keyingi videolar chiqishiga ham anchagina yordam beradi. Go. Ikkinchi qism chiqishi uchun 25 like va men va'da beraman, chiqaraman.